O'rtalar Damas mashinamizni olib qo'yganmiz, chexol puli shmizalasiga olib qo'yganmiz. Zo'r holatda tifinni rang qilib berdik. Yana bitta dizaynda mashinamiz, ikkinchi mashinamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa, ponni holatini tanna holatda qilib, torpedalarini ham zo'r qilib, kosmoslarigacha qo'yib, tanna qilib berdik. Monitorlarini ham qo'yib, originalidan qo'yib berdik. Rollarini ham pertashga qilib, tanna holatda tayyorlab berdik. Xolasiz 10x ballarni ham qo'yib, signal marketlargacha qo'yib, oldiga nimalarni ham qo'yib, zaryadga oladiganlari tanna holatda apshkalarini ham puni kombinatsiya qilib tayyor qilib oldik. Chexolda dizaynga keladigan bo'lsa, vashi dizaynni yangicha dizaynda qilib berdik. Yana bitta Damas'imizni, xudo xolasa, orqalarini ham puni tayyor qilib oldik. Kenot kolonkalargacha qo'yib, originallarini tanna holatda qilib oldik. Noshkalar nima deyapti akalar, noshkalargacha qo'yib, tanna holatda qilib oldik. Orqalarini ham o'zimizni trenddagi dizaynda qilib, stroshkalarga bitta baho berib o'tib ketasiz. Holatini tanna qilib tayyor qilib oldik. Damas akalarimga shuni tashab qo'yasiz, qildiraman degan akalarimga shuni tashab qo'ying. Bizga bemalol murojaat qilsin, ishlarini 100% bitirib, tanna holatda qilib beramiz inshaalloh. Jonlaringiz sog' bo'lsin, har doim xizmatdamiz akalar.